Assalomu alaykum barchaga. Boshqa sanoq tizimlaridan o'nlik sanoq tizimiga o'tishning g'oyasi to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Ya'ni bu yerda bitta juda muhim fikrga tayaniladi. Ya'ni har bir raqam o'z o'rniga mos ravishda raqam, asos, daraja shaklida qiymat beriladi. So'ng hamma qiymatlar qo'shib yuboramiz. Asosiy g'oya pozitsion sanoq tizimida. Assalomu alaykum barchaga. Bugun boshqa sanoq tizimlaridan o'nlik sanoq tizimiga o'tish qoidasini ko'rib o'tamiz. Ya'ni o'nlik sanoq tizimiga o'tish uchun bu yerda har bir raqam o'z o'rniga mos ravishda raqam, asos, daraja shaklida qiymat beradi. So'ng hamma qiymatlar qo'shib yuborar ekanmiz. Ya'ni pozitsion sanoq tizimlarida 2lik, 8lik, 10lik, 16lik va hokazolar son yozilishi quyidagicha tahlil qilinadi. Chapdan o'ngga raqamlar. Ya'ni bu yerda D raqam, uning tartib raqam 0-chi, D 1-chi, 2-chi, 3-chi va shunday tartibda ketyapti. Bu yerda bu sonlarni oladigan bo'lsak, sanoq sistemani mana bu yerda ko'rsatilgan qoida bo'yicha har bir raqamning hissasi, ya'ni bu yerda ko'rib turganimizdek, ya'ni qaysi sanoq tizimiga o'tishimizga asosan bog'liq bo'ladi. Ya'ni P bu yerda sanoq tizimi asos hisoblanadi. D0 o'sha raqamning o'zi kelar ekan. D0 ni ko'paytiramiz. Ya'ni sanoq sistemi asosiga, misol uchun qaysi sanoq sistemida bo'layotgan bo'lsa, va daraja bu yerda mana 0-chi tartib raqam, 1-chi tartib, 2, 3 shunday tartibda ketyapti. Mana shunaqangi shaklda yozilar ekan. Buni o'nlik sanoq tizimida misol keltiradigan bo'lsak, misol uchun 345 raqami o'nlik sanoq tizimida turibdi. Mana shu qoida bo'yicha yoyadigan bo'lsak, buni 0-chi, 1-chi, 2-chi tartib raqam va bu yerda qaraydigan bo'lsak, 1-chi 5 raqamini olamiz. Ko'paytirilgan sanoq sistemi asosi va bu yerdagi daraja qo'shilgan 4 raqami, ko'paytirilgan sanoq sistemi asosi va tartib raqam bu darajani bildiradi. Qo'shilgan 3 ko'paytirilgan 10 sanoq sistemi asosi va tartib raqami 2-chi. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, har qanday sonning 0-chi darajasi 1 ga teng. Bu 5 qo'shilgan 4 kara 10 40 va plus 10 ning 2-chi darajasi kvadrat 100 ga teng. Demak, bu 300. Bularning yig'inini hisoblaydigan bo'lsak, 345 soni hosil bo'lyapti. Demak, bu o'nlik sanoq tizimida. Boshqa sanoq tizimlaridan o'nlikka o'tishimiz ham xuddi shunday tarzda amalga oshiriladi. Bu yerda ikkilik sanoq tizimida misol berilyapti, ya'ni raqamini o'nlikka o'tkazishimiz kerak. Buning uchun 2 demak asosi 0-chi tartib raqam 1, 2, 3. Bu yerda oladigan bo'lsak, mana bu yerda 1 ko'paytirilgan 2 ning 0-chisi qo'shilgan 1 ko'paytirilgan 2 ning 1-chisi qo'shilgan 0 ko'paytirilgan 2 ning kvadrati qo'shilgan 1 ko'paytirilgan 2 ning 3-chi darajasi. Buni hisoblaydigan bo'lsak, demak bizda har qanday son 0-chi darajasi 1 ga teng, qo'shilgan bu yerda 2 ning 1-chi darajasi 2, 1 ga ko'paysa 2 bo'ladi va qo'shilgan bu har qanday son 0 ga ko'paysak 0 va 2 ning 3-chi darajasi 8. Va buni yig'inini hisoblaydigan bo'lsak, 11 soni hosil bo'ladi. Demak, bu o'nlik sanoq tizimimizdagi o'tkazildi. Mana shunday tarzda o'tar ekan. Keyingi misolga o'tadigan bo'lsak, demak, 8lik sanoq tizimidan 10likka o'tish. Asos 8, raqamlar 0 dan 7 gacha. 175 sonini 10lik sanoq tizimiga o'tkazishimiz kerak. Buning uchun 175 raqamni yozamiz. Asos 8, tartib raqam bo'yicha raqamlaydigan bo'lsak 0, 1, 2, 3.
Ya'ni 5 ko'paytirilgan 8 ning 0-darajasi qo'shilgan 7 ko'paytirilgan 8 ning 1-darajasi qo'shilgan 1 ko'paytirilgan 8 ning kvadrati barobar. Buni hisoblaydigan bo'lsak, har qanday sonning 0-darajasi 1 ga teng va 5 kara 8 bu bu yerda hisoblaydigan bo'lsak, har qanday sonning 0-darajasi bu 1 ga teng. 5 kara 1 bu 5 qo'shilgan 7 kara 8 56 va qo'shilgan 64. Buni endi qo'shadigan bo'lsak 69 ga 56 ni qo'shadigan bo'lsak, demak 15 ning 5i bir yoqda 11 12 125 soni hosil bo'lar ekan o'nlikda. Navbatdagi misolga o'tadigan bo'lsak, bizda demak 16 lik sanoq tizimidan 10 likka o'tish. Bu yerda misolimiz 3A shaklda berilyapti. 3A 16 lik sanoq tizimida va buni biz 10 likka o'tkazishimiz kerak. Bu yerda 0-tartib raqam va 1-tartib raqam. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, A'miz mana bu yerdan 10 raqamiga teng, ya'ni 10 ko'paytirilgan 16 ning 0-darajasi qo'shilgan 3 ko'paytirilgan 16 ning bu yerdagi 1-darajasi. Buni qo'shadigan bo'lsak, har qanday sonning 0-darajasi 1 ga teng, 10 ning o'zi va qo'shilgan 48. Demak, bu yig'ini hisoblasak 58. Bu demak bizda 10 lik sanoq tizimidagi sonimiz ekan. Navbatdagi misolga o'tadigan bo'lsak, demak FF sonimiz 16 likda, buni biz 10 lik sanoq tizimiga o'tkazishimiz kerak. Buning uchun o'sha FF raqamini yozib olamiz. 16 lik va tartiblaymiz. Bu yerda F raqamimiz ko'rsatib o'tilgandek 15 ga teng, ya'ni 15 ko'paytirilgan 16 ning 0-darajasi qo'shilgan 15 ko'paytirilgan 16 ning 1-darajasi. Bu demak 15 ning o'zi bo'ladi va qo'shilgan 16 ni 15 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu 240. Va buni yig'indan hisoblasak 255. Demak, bu 10 lik sanoq tizimidagi sonimiz hosil bo'lar ekan. Navbatdagi misolga o'tsak, 3 lik tizimidan 10 likka o'tish. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, 0 1 raqami 3 likda berilgan. Bundan biz 10 likka o'tishimiz kerak ekan. Ya'ni 10 lik sanoq tizimida o'tishimiz kerak. Buni ham tartib raqamlab yozib chiqamiz. Va 1 ko'paytirilgan 3 ning 0-si qo'shilgan 0 ko'paytirilgan 3 ning 1-si qo'shilgan 2 ko'paytirilgan 3 ning kvadrati qo'shilgan 0 ko'paytirilgan 3 ning demak 3-si qo'shilgan 1 ko'paytirilgan 3 ning 4-darajasi barobar. Buni hisoblaydigan bo'lsak, bu 1 ga teng qo'shilgan, bu 0 ga teng qo'shilgan. Buni demak 9 kara 2 18 ga teng qo'shilgan. Bunimiz demak 0 ga teng va qo'shilgan 3 ning 4-darajasi bu 81 ga teng.
81 ga 18 qo'shadigan bo'lsak 99 va 1 ni qo'shsak bu 100 soni hosil bo'lar ekan. Demak, bu o'nlik sanoq tizimidagi sonimiz ekan. Kasr sonlarni o'nlikka o'tkazishda foydasi o'sha tartibda ekan, faqat bunda darajalar endi virguldan so'ng minusda shaklda ifodalangan. Mana ko'rib turganimizdek, demak, asos P asoslining minus birinchisi, P asosli sonning minus ikkinchi darajasi va minus 3 shaklda berilgan. Bu yerda misol ko'rib o'tadigan bo'lsak, bizda misol berilgan ekan 0.101 ikkilik sanoq tizimida berilgan. Buni o'nlik sanoq tizimiga o'tkazishimiz kerak ekan. Ya'ni o'nlik sanoq tizimiga nechiga o'tadi? Buni ham tartiblab olar ekanmiz. -1, -2 va -3 shaklda yozib olamiz. Endi 1 ko'paytirilgan 2 ning minus birinchisi qo'shilgan 0 ko'paytirilgan 2 ning minus ikkinchisi qo'shilgan 1 ko'paytirilgan 2 ning minus uchinchisi barobar. Buni hisoblaydigan bo'lsak, bu minus daraja degani, ya'ni kasrning mahrajda tushadi degani. 1 taqsim 2 ning o'zi qo'shilgan bu 0 ga teng, 0 ga ko'paytma va qo'shilgan bu 1 taqsim 2 ning 3 darajasi 8 ga teng. Bularni qo'shadigan bo'lsak, demak, buni bo'lib yuborishimiz ham mumkin. Ya'ni 0.5 qo'shilgan 0.125. Bularni qo'shadigan bo'lsak 0.625 o'nlik sanoq sistemasidagi kasr sonimiz hosil bo'lar ekan. Ikkinchi misolga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ya'ni butun va kasr sonlardan iborat sonlar berilgan. Ya'ni 11.01 butun 1.01 shaklda berilyapti. Endi buni butun qismini 0, 1, 2, 3 shaklda yozib olamiz va bu tomoni -1, -2 va -3 shaklda yozib olamiz. Endi butun qismini alohida o'tib oladigan bo'lsak, 1 bu demak bizda ikkilik sanoq tizimi asosini yozib qo'yadigan bo'lsak, 1 ko'paytirilgan 2 ning 0 darajasi qo'shilgan 0 ko'paytirilgan 2 ning 1 darajasi qo'shilgan 1 ko'paytirilgan 2 ning 2 darajasi qo'shilgan 1 ko'paytirilgan 2 ning 3 darajasi. Buni hisoblaydigan bo'lsak, demak, bu birinchisi 1 ga teng, qo'shilgan 0 va buni hisoblasak, qo'shilgan 4 va qo'shilgan 8. Bularning umumiy yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak, demak, 13 raqami hosil bo'ladi o'nlikda. Endi kasr qismini hisoblaydigan bo'lsak, bu tomonda 1 ko'paytirilgan 2 ning minus birinchisi qo'shilgan 0 ko'paytirilgan 2 ning minus ikkinchisi qo'shilgan 1 ko'paytirilgan 2 ning minus uchinchisi. Buni hisoblasak, demak, 1 taqsim 2 qo'shilgan 0 qo'shilgan 1 taqsim 8 va bundan oldingi misolda ishlaganimizdek 0.5 plus 0.125. Buni qo'shadigan bo'lsak 0.625 soni hosil bo'ladi. Va buni ikkala sonni qo'shib yozadigan bo'lsak, demak 13.625 soni hosil bo'ladi o'nlik sanoq tizimida. Keyingi misolga o'tadigan bo'lsak, demak 7.3 soni 8lik sanoq tizimida berilgan.
7,3 soni 8 likda berilgan. Buni 10 likka o'tkazishimiz kerak ekan. Buning uchun biz bu 0 va -1 shaklda yozib olamiz. Buni butun qismini o'tkazadigan bo'lsak, 7 ko'paygan 8 ning 0-si demak, bu 7 sonining o'zi hosil bo'ladi. Endi kasr qismiga o'tadigan bo'lsak, 3 ko'paygan 8 ning -1-si. Ya'ni bu 3 taqsim 8 ko'rinishda keladi. 1 taqsim 8imiz bizga demak 0,125 ga teng bo'lsa, buni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 0,375 soni bo'ladi. Bu ikkala sonni birlashtirib yozadigan bo'lsak, 7,375 soni hosil bo'ladi. Keyingi misolga o'tadigan bo'lsak, bu yerda demak umumiy algoritm qisqa ko'rinish shakl berilyapti. Butun qism uchun demak o'sha tartib raqami, ya'ni sonning raqami va uni asosga ko'paytiryapmiz. Bu yerda raqamni ko'paytiryapmiz asosga va darajada turgan o'rnini olyapmiz. Mana shunday tarzda hisoblaymiz va sonni 10 lik sanoq sistemasiga o'tkazib olar ekanmiz. Kasr qismida esa darajalar minus shaklda ketar ekan. Ya'ni virguldan keyingisi birinchisi mana -1, -2, -3 shaklda ketgan va bular o'sha raqamni ko'paytiryapmiz. O'sha sanoq sistemasining asosining minus darajalari shaklda hisoblaydigan bo'lsak, bizga qiymat chiqib kelar ekan.